Iskandar, siz ko'nglingizni to'q qiling. Har bitta kelgan bemorda siz aptekasini yuboraman. Ha. Rahmat. Keling. Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Bemor kelib qoldi, telefonlashamiz. Keling. Xo'p, shunaqa shikoyatlaringizni eshitdim. Qo'rqadigan bir jiddiy kasallik yo'q. Sizni yoshingizda uchrab turadigan holatlardan biri. Hozir men dorilarni yozib beraman. Xo'p, doktor. Bu dorilar qimmatli deydimi? O'zingizga xabaringiz bor. Onam nogiron. Onamni ham bakuvchisi bitta o'zimman. Otam ham yo'q, yolg'iz farzandman. Ro'zg'orni o'zi zo'rg'a boshqaryapman. Tirikchilikka ham qiynalib qolyapman. Siz ko'ngilni to'q qilib o'sha dorixonaga boring. Sharoitingizni tushungan holatda dorilarni yozib qo'yganman. Assalomu alaykum. Keling aka. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shu dorilar bormidi? Hammasi bor. Hozir olib beraman. Necha pul bo'ldi dorilar? Qimmat emasmi aka? Sizga yozib bergan dorilar 2 million 103 ming bo'libdi. Mayli, siz 2 million 100 ming bering. Doktor menga yozayotganda ijolot olmang, bu arzon dorilar degan. Aka, boshqa safar kelaman bo'lmasa. Mayli, sog' bo'lasiz. Doktor, menga qanaqa klientlarni jo'natdingiz? Ha, bu narxlarni eshitib ketyapti-yu. Narxlarni eshitib ketavergani bilan baribir o'ziga qaytib boradi. Chunki men yozib bergan dorilar boshqa aptekada yo'q. Bir cho'ntagiga baquvvatlardan jo'nating. Qaytgandek, bitta-ikkita o'tmayotgan dorilarning ro'yxati bor. Shuni sizga SMS qilib tashab qo'yaman. Shularni ham o'tkazsak, har bitta bemordan 30% sizniki, doktor. 30% sizniki deng. Bo'ldi. Unaqada bemorlarni yana ham yozib yuboraman aptekasiga. Siz dorilar ro'yxatini menga tashab qo'ying. Bugundan boshlab. Kutib qolaman. Puldan vafo kutmanglar, pul topdim deb haddan oshib ketmanglar. Olmoq borki, bermoq ham bor dunyoda. Bu dunyodan afsus bilan o'tmanglar.